Assalomu alaykum traderlar. Secret Trader kanalining yangi darsiga xush kelibsiz. Ushbu darsda biz Smart Money'dagi eng yaxshi savdo strategiyalaridan birini ko'rib chiqamiz. Bu Power of Three. Ko'pgina traderlar uni AMD modeli ham deb atashadi. Bu darsda biz avvalo Power of Three nima ekanligini o'rganamiz va uni grafikda qanday aniqlashni ko'rib chiqamiz. Shuningdek, ushbu modelni yuqori ehtimollik bilan ishlab berishini ta'minlaydigan bir nechta qoidalarni o'rganamiz. Darsligimiz so'ngida esa real grafik misollarini bir nechtasini ko'rib chiqamiz. Traderlar, agar mavzu sizga qiziq bo'lsa, darslikni oxirigacha tomosha qiling. Qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Kirish qismidan so'ng ko'rishamiz. Yana bir bor xush kelibsiz. Darsligimizni boshlaymiz. Xo'sh, Power of Three o'zi nima? Power of Three grafikda ma'lum bir narx harakatini buzib o'tuvchi savdo modeli bo'lib, u grafikda 3 ta muhim bosqich bilan ajratiladi. Ular akkumulyatsiya, manipulyatsiya va distributsiya. Akkumulyatsiya bosqichida nomidan ma'lum bo'lganidek, narx konsolidatsiya holatida bo'lib, ma'lum bir diapazonda harakatlanadi va aniq trend mavjud bo'lmaydi. Ushbu bosqichda narx bir nechta teng balandliklar va teng pastliklarni hosil qiladi. Ularning ustida yoki ostida esa ko'plab likvidliklar mavjud bo'ladi. Ushbu akkumulyatsiya bosqichida siz tanlagan time frame'ga qarab, modelning ko'rinishi turli xil bo'lishi mumkin. Misol uchun kattaroq time frame'da xuddi shu model ushbu holatda shakllanishi mumkin. Biz akkumulyatsiya bosqichini qanday shakllanishini ko'rib chiqdik. Endi manipulyatsiya bosqichini ko'rib chiqamiz. Manipulyatsiya bosqichi doimo akkumulyatsiya bosqichidan keyin shakllanadi va u likvidliklarni oluvchi harakat sifatida fake outni hosil qiladi. Biz akkumulyatsiya bosqichida aytdikki, model ko'plab likvidliklarni hosil qiladi. Ana shu likvidliklar manipulyatsiya bosqichida fake out harakati bilan olinadi. Fake out nima ekanligini oldingi darsliklarimizda aytib o'tganmiz. Hozir ham uni qisqacha eslab olamiz. Xo'sh, fake out o'zi nima? Biz bilamizki, grafikda narx harakatlanish jarayonida biror support darajani buzib o'tsa, kelgusida shu daraja resistance darajasiga aylanadi va narxni yana pastga ketishiga sabab bo'ladi. Ushbu holat bozor ishtirokchilarining xatti-harakat tufayli sodir bo'ladi. Qachonki narx darajaga qaytganda, ushbu nuqtalardan buy pozitsiya ochgan traderlar bitimlarini zararsiz holatda yopishni maqsad qilishadi. Shuningdek, darajani buzib o'tilishiga sabab bo'lgan sell bitim ochgan traderlar yoki sell bitim ocha olmay qolgan traderlar narx bu zonaga qaytganda yana qo'shimcha sell pozitsiyalar qo'shishadi va natijada narx yana pastga qulaydi. Mana shu yuqoridagi sabablar tufayli support daraja resistance darajasiga aylanadi. Biroq, agar narx resistance darajasidan reaksiya olmasa va uning o'rniga impuls bilan darhol konsolidatsiya diapazoniga qaytsa, biz buni fake out deb ataymiz. Fake outlar narx harakatining eng aniq yo'nalishini ko'rsatib berishi mumkin. Fake out bizga darajaning buzib o'tilishi haqiqiy emasligidan signal beradi va u ko'plab likvidliklarni olinishiga hamda traderlarni bozorga noto'g'ri yo'nalishda savdoga kirishlariga sabab bo'ladi. Bu holatda bozorning yirik ishtirokchilari yetarlicha likvidliklarni olib, narxni darhol diapazon ichiga qaytarishadi va teskari tomonga kuchli impuls harakatlarini amalga oshirishadi. Bu harakat esa distributsiya bosqichi deb nomlanadi. Ushbu distributsiya bosqichi bizni Smart Money trader sifatida bitim ochishimiz kerak bo'lgan bosqichdir. Biz bozorga yirik ishtirokchilar stop-losslarni yig'ganlaridan keyin kirishni maqsad qilishimiz kerak. Shunday qilib biz 3 ta bosqichni ko'rib chiqdik. Bu akkumulyatsiya, manipulyatsiya va distributsiya. Bu model pasayuvchi holatda ham xuddi shunday shakllanadi. Bozorda konsolidatsiya holati shakllanadi va narx tepaga ko'tarilib, ushbu teng balandliklar ustidagi likvidliklarni olib tashlaydi. Ushbu holatda agar narx darhol ortga qaytib konsolidatsiya zonasiga tushsa, bu bizga fake outni bildiradi va AMD modeli bo'yicha narxni keskin tushib ketishidan signal beradi. Xo'sh, endi bizda savol tug'iladi. Power of Three model shakllanganda biz savdoga qanday kirishimiz kerak? Biz manipulyatsiya bosqichi shakllangandan so'nggina savdoga kirishni maqsad qilishimiz kerak. Birinchi navbatda narxning diapazon ichiga qaytishini kutishimiz kerak. U bizga buzib o'tirishning soxta bo'lganligini bildiradi. Bunda sham tanasiga ham e'tibor qaratish kerak. Narx diapazonga qaytganda sham tanasi bilan yopilishi zarur.
Biz kutgan holat shakllangandan so'ng biz savdoga kirish uchun bitimni joylashtiramiz. Stop lossni swing highdan yuqoriga joylashtiramiz. Take profitni esa 1-2 nisbatda joylashtiramiz. Ba'zan narx juda kuchli harakatlarni amalga oshiradi va biz boshlang'ich savdoni o'tkazib yuborishimiz mumkin. Ushbu holatda biz yangi bozor strukturasining hozir bo'lishini kutib, savdoga kirishimiz mumkin bo'ladi. Odatda bu holatda savdoga kirish ham yaxshigina natijalarni beradi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, biz distributsiya bosqichi boshlanganini sezganimizdan so'ng o'sha yo'nalish bo'ylab savdolarni amalga oshirishga harakat qilishimiz kerak. Agar biz ushbu narx harakatini grafikda bir kunlik sham misolda ko'rib chiqsak, u quyidagicha ko'rinadi. Narx ushbu nuqtada ochilgan va maksimumni hosil qilgan. So'ng esa pastga tushib ushbu minimumni hosil qilgan va bu nuqtada yopilgan. Bizning maqsadimiz shu savdo kuni ichida shakllangan ushbu yirik harakatni Power of 3 modeli yordamida ushlab olishdir. Keling endi grafikka qaytamiz va real misollarda ushbu model qanday shakllanishini ko'rib chiqamiz. Do'stlar, bizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib boring. Siz ham bizning Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Bu siz uchun foydali bo'lishi mumkin. Telegram kanal silkasi ushbu video ostida ko'rsatilgan. Yoki Telegramdan Secret Trader 1 deb qidiring. Shuningdek, Instagram sahifamizga ham obuna bo'ling. Unda biz siz bilan yanada yaqinroq bo'lamiz. Darsligini ko'rishni davom eting. Oldinda ajoyib savdo g'oyalari mavjud. Agar darslik sizga yoqayotgan bo'lsa, qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Ushbu modelda savdo qilish uchun ma'lum bir vaqt oralig'i mavjud emas. Undan istalgan time framelarda foydalanish mumkin. Misol uchun, oltinning 15 minutlik grafikiga e'tibor qarating. Narx ma'lum diapazon ichida konsolidatsiya holatda turibdi. Narx tepa va pastki zonalardan bir necha bor reaksiya olmoqda. Bu holat ikki tomonda ham yaxshigina likvidliklarni hosil qiladi. Agar biz o'suvchi trend bo'yicha narxning tepaga ko'tarilishiga savdo qilmoqchi bo'lsak, bizning savdo g'oyamiz quyidagicha bo'lishi kerak. Narx avval ushbu minimumlar ostida manipulyatsiya bo'lib, sell side likvidliklarni olish kerak va keyin darhol ortga diapazon ichiga qaytib, distributsiya bosqichida yangi maksimumni hosil qilishi kerak. Aksincha, agar biz sell bitim ochmoqchi bo'lsak, narxning maksimumlar tepasida manipulyatsiya bo'lishini kutishimiz kerak. So'ng narx diapazonga qaytganda savdoga kirishimiz mumkin bo'ladi. Keling, bu holatda nima sodir bo'lganini ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, ushbu shamlar minimumni buzib o'tdi va sell side likvidliklarni oldi. Shuningdek, ba'zi treyderlar uchun minimumni buzilganligi darajaning kuchi yo'qolganligini bildirib, sell bitim ochishga signal bo'lib xizmat qiladi. Biroq narx darhol diapazon ichiga qaytgan. Bu bizga manipulyatsiya bosqichi tasdiqlanganligini anglatadi. Biz endi buy bitim ochishga e'tibor qaratishimiz kerak. Sham yopilgan nuqtadan biz savdo bitimini ochamiz. Stop lossni ushbu swing minimumni ostiga joylashtiramiz. Take profitni esa 1-2 nisbatda joylashtiramiz. Ko'rib turganingizdek, AMD modelida distributsiya bosqichi narxning kuchli ko'tarilishi bilan yakunlandi. Bu yerda bir muhim eslatmani yodda tuting. Boshqa savdo konsepsiyalari kabi ushbu AMD modelda ham yolg'iz o'zi qo'llanilganda unchalik effekt kuchli bo'lmasligi mumkin. Yaxshiroq natijaga erishish uchun uni smart moneyning boshqa konsepsiyalar bilan birga qo'llash kerak. Keling, bunga ham bir misolni ko'rib chiqamiz. Funt va dollarning 4 soatlik grafikiga e'tibor qarating. Narx pasayuvchi trendda. Bizda bir nechta struktura buzilishlari mavjud. Narx hozirda diapazon ichida konsolidatsiya holatida turibdi. Bu bizga AMD modelini birinchi akkumulyatsiya bosqichini eslatadi. Biz narxning keyingi harakatlarini kuzatishimiz kerak. Model to'g'ri shakllanishi uchun biz endi ikkinchi bosqichni, ya'ni manipulyatsiyani kutishimiz kerak. Biz grafikda yanada yaxshiroq e'tibor qaratadigan bo'lsak, oxirgi tushuvchi impuls bizga katta FVG zonalarini qoldirib ketgan. Biz bilamizki, odatda bu zonalar narx tomonidan to'ldirib ketiladi. Ushbu savdo ssenariysini tuzishimiz mumkin. Avvalo narx pasayuvchi trendda. Bizda to'ldirilmagan FVG zonalari mavjud. Biz narxning ushbu zonalarini to'ldirib, yana pastga harakatini kutishimiz mumkin. Agar shu holat kuzatiladigan bo'lsa, bizning AMD model bo'yicha manipulyatsiya bosqichi ham shakllangan bo'ladi va narx diapazon ichiga qaytganda biz savdo bitimini ochishimiz mumkin bo'ladi. Keling, narxning harakatini kuzatamiz. Ko'rib turganingizdek, narx FVG zonalarini to'ldirib, kuchli quladi
va diapazon ichiga qaytdi. Bu bizga manipulyatsiya bosqichi shakllanganligini bildiradi. Endi biz 3-distributsiya bosqichini o'tkazib yubormaslik uchun savdo bitimini ushbu shamning yopilish nuqtasiga joylashtiramiz. Stop lossni yaqin maksimumga, take profitni esa 1-2 nisbatda joylashtirishimiz kerak. Endi narxga e'tibor qilamiz. Ko'rib turganingizdek, distributsiya bosqichi juda kuchli pastga harakat bilan yakunlandi. Bu ko'rib chiqqan holatimiz AMD modelini Smart Money'ning boshqa konsepsiyalar bilan birga qo'llashga misol bo'la oladi. Keling endi trendga qarshi shakllangan AMD modeliga ham biror bir holatni ko'rib chiqamiz. Dollar va frankning 4 soatlik grafikini ko'rib turibsiz. Narx o'suvchi trendda va hozirda konsolidatsiya holatida turibdi. Demak, bu bizga AMD modelini birinchi akkumulyatsiya bosqichini eslatadi. Endi qolgan bosqichlarni ham shakllanishini kutishimiz kerak. Narxning harakatini kuzatamiz. Ko'rib turganingizdek, narx teng balandliklar ustidagi likvidliklarni olib, darhol ortga impuls bilan qaytdi va diapazon ichida turibdi. Bu holat bizga buzib o'tish haqiqiy emasligini va fake out sodir bo'lganligidan darak beradi. Bu trendga teskari signal hisoblanadi. Biz endi distributsiya bosqichida narxning pastga harakatini taxmin qilishimiz mumkin. Ushbu impuls hosil qilgan shamning yopilish nuqtasidan biz savdo bitimini ochamiz. Stop lossni yaqin maksimumga, take profitni esa 1-2 nisbatda joylashtiramiz. Ko'rib turganingizdek, narx impuls bilan kuchli quladi va biz ajoyib savdo bitimini amalga oshirdik. AMD modelining shakllanishida yana bir muhim holatlarni ham hisobga olish afzal hisoblanadi. Ba'zan ushbu savdo modeli sessiyalar aro sodir bo'ladi. Ya'ni, savdo modelidagi akkumulyatsiya, manipulyatsiya va distributsiya bosqichlari sessiyalar davomida shakllanib boradi. Bu jarayonni oldindan sezish treyderlarga ko'plab foydali ma'lumotlarni taqdim etadi. Keling, nima nazarda tutayotganligimni grafikda ko'rib chiqamiz. Ekranda yevro va dollarning 15 minutlik grafikini ko'rib turibsiz. Ushbu rang bilan ajratilgan zona London sessiyasi vaqtidir. Ko'rib turganimizdek, Osiyo va London sessiyalarida narx range holatda bo'lgan va Amerika sessiyasi boshlanganda narx avval pastdagi sell side likvidliklarni olgan va darhol diapazon ichiga qaytib yopilgan. Bu bizga AMD modelini bildiradi va keyin distributsiya bosqichida narxning tepaga kuchli harakatini ko'rishimiz mumkin. Yana bir holatni ko'ramiz. Yevro va dollarning 30 minutlik grafigi. Bizda Osiyo sessiyasida narx konsolidatsiya holatida bo'lgan. London sessiyasida esa biz manipulyatsiyani ko'rishimiz mumkin. Va Amerika sessiyasida narxning kuchli qulashini ko'rib turibmiz. Bunday holatlar bozorda juda ko'p kuzatiladi. Siz ushbu modelni yaxshi o'rganishni xohlasangiz, grafik tarixidan bu model qanday shakllanayotganligini va uni qanday ishlab berayotganligini erinmasdan tekshirib, o'rganib chiqishingiz kerak. Yana bir narsani yodda tuting. Odatda video darsliklarda tomoshabinlarga tushunarli bo'lishi uchun savdo modellarining ideal shakllanish holatlari ko'rsatiladi. Lekin bozorda doim ham modellar ideal holatda shakllanavermaydi. Siz savdo qilmoqchi bo'lgan modelingizni mohiyatini tushunishga harakat qiling. Shunda bozorda savdo qilishingiz osonlashadi va modelni ham grafikdan osongina topib olasiz. Treyderlar, o'ylaymanki darslik sizga foydali bo'ldi. Agar video sizga yoqgan bo'lsa, qo'llab-quvvatlash uchun unga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Izohlarda qaysi mavzular sizni ko'proq qiziqtirishini yozib qoldiring. Biz u haqida darslik tayyorlashga harakat qilamiz. Keyingi darsliklarda ko'rishguncha, xayr.